Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Norto'xta Qilichning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Norto'xta Qilich 1946-yili Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida tug'ilgan. 1971-yilda Toshkent davlat universitetini tugatgach, Buxoro haqiqati, Xorazm haqiqati, Toshkent oqshomi gazetalarida, Sharq yulduzi jurnalida G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida ishlagan. Norto'xta Qilichning ilk hikoyalari 60-yillari Tuman gazetasida bosib chiqqan. Uning Oppoq tong nomli birinchi hikoyalar to'plami 1981-yilda nashr qilingan. O'shandan beri uning Yorongul, Mo'jiza, Chig'iriq, Bayram, Iltijo nomli hikoya va qissalar to'plamlari nashr etilgan. Yozuvchining Vijdon hukmi nomli qissa va hikoyalar to'plami 1993-yilda Qoraqalpoq tilida chop etilgan. Aziz kitobxonlar, ushbu yozuvchining kitoblari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.